biznesmen akalar, videolar ishlashda boshqa bo'ldi. Hozir ular yoningizdami? Bobur Abdulazizovga berilgan savol haqiqatan ham juda qiziq va hozirgi kunda ko'pchilikni o'ylantirib turgan mavzulardan biri edi. Menga ular keldi-ketdi odamlar, bilaman. Boshlovchi Boburga shunday dedi: "Sizning homiylaringiz qayerga yo'q bo'lib qoldi? Homiylarga ishonib qolsa bo'ladimi? Shu borada yoshlarga qanday tavsiya berasiz?" dedi. Yo, o'zi pahat qilaversa, o'zi rezultat ko'rsataversa, hozir 5 ta sponsor bo'lsa, endi bir 10 ta bo'ladi. Shuningdek, Boburning yoshi katta bo'lib qolganligini ham alohida tilga oldi va qachon sportni tark etib, murabbiylik qilasiz dedi alohida ta'kidlab. Bo'ldi, endi trenerlikka o'tish kerak emasmi? Endi avgustda 33 to'laman, hali yoshman, hali yana 5-6 yil urishaman yana. Boburning javobi esa juda ajoyib. "Men hozir eng yuqori cho'qqisidaman, ya'ni pik holatdaman" dedi. "Pulini bersa har kuni urishaman." Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzcardga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Pulini bersa Lyuboy bilan urishaver. Esa Lyuboy bilan har kun. Hammalaringni aprelda. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Sizni pik paytingizda, yoningizda biznesmen akalar, videolar ishlashda boshqa bo'ldi. Hozir ular yoningizdami? Menga ular keldi-ketdi odamlar, bilaman. Men o'zim uchun takan olib turadigan yaqin aka-ukalarim bor. Endi ular kelib ketadigan odamlar. Hozir bor, Xudoga shukr, ular o'zi yaqin aka-ukalarim bor. Yosh o'sib kelayotgan sportchilarga nima deysiz? Ya'ni mana shu sponsorlar ularga ishonib qolishini yoki ishonmasdan o'zini yo'lida davom etishini? Yo, o'zi pahat qilaversa, o'zi rezultat ko'rsataversa, hozir 5 ta sponsor bo'lsa, endi bir 10 ta bo'ladi. Ularga e'tibor bermasdan pahat qilib rezultat qilaverish kerak. O'zi kelaveradi bular hammasi. Meni mana savolga javob, mana hozir kuchga to'lgan paytim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boburjon, nima deysiz? Uje yoshingiz kichkina emas. Bo'ldi, endi trenerlikka o'tish kerak emasmi? Endi avgustda 33 to'laman, hali yoshman, hali yana 5-6 yil urishaman yana. Endi kuchga to'lgan paytim, nabarat. Hozir pikdagi formangiz demoqchisiz. Hozir pikdagi formadaman, nabarat. Mana hozir siz aprelda ham urishar ekansiz, mayda ham urishar ekansiz. Bu sizni jismonan tayyorgarliklaringizga ta'sir qilmaydimi? Eminman mana savolga javob, mana hozir kuchga to'lgan paytim. Har oy urishaman akaga. Tramam yo'qsa urishaman har oy. Intervyularingizda aytdingizki, hozir menga PR keragi yo'q. Pulini bersa Lyuboy bilan urishaver. Esa Lyuboy bilan har oy, har kun. Hammalaringni aprelda va mayda bo'ladigan Boburjon Abduazimovni jangida kutamiz. Kommentariyada Boburjon Abduazimovni qo'llab, Bars klubni hammani atmetga qilib ketamiz. Sizga omad keng janglar. Men sizlarga omad, shu vaqt ajratganlar uchun rahmat. Ko'rib turibman, hamma zallar boryapsizlar, ko'rib turibman. Podдержкаchilar uchun rahmat. Sizlar bor, biz hamma sportsmenlar taniydi odamlar. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling.